Agar siz bu ko'rinishdagi misollarni ishlamagan bo'lsangiz, aniq bu misol ancha vaqtingizni oladi. E'tibor beramiz. 666.666 ning kvadrati taqsim mana bu xonali, necha xonali? 11 xonali son. E'tibor bering, 1 dan 5 gacha va 6, keyin 5 dan 1 gacha yana sonlar kamayib borish tartibida yozilyapti. Bu qaysidir sonning darajasi bo'ladi. Buni biz ko'rib qo'yishimiz kerak. Demak, 1 ning kvadrati 1, 11 ning kvadratiga e'tibor beramiz. 121, 111 ning kvadratiga e'tibor beramiz. 1, 2, 3, 2, 1 ko'rinishi. Ya'ni sonlar 3 gacha o'sib boryapti, o'sib borish tartibida yozilyapti va kamayib borish tartibida. Xuddi shunday 1111 ning kvadrati. Demak, bu yerda 4 xonali bo'lganligi uchun 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 ko'rinishda bo'ladi. Agar 5 xonali bo'ladigan bo'lsa, 1 dan 5 gacha va yana kamayadi. Endi 6 xonalisi kerak bizga. 111 ning kvadrati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Demak, mahrajda turgan sonimiz 111 ning kvadrati bo'lar ekan. Suratidagi son esa 6 ko'paytirilgan 111 yokida 6 ning kvadrati ko'paytirilgan 111 ning kvadrati. Mahraji ham xuddi shu 111 ning kvadrati. Bular qisqarib ketadigan bo'lsa, izohsi 6 ning kvadratidan 6 chiqadi. Kanalimizga a'zo bo'lib, yaqin do'stingizga tashlab qo'ying videoni. Bo'pti, tashlab qo'ying.